bilan sonning raqamlar yig'indisini o'tamiz. Sonning raqamlar yig'indisi qaranglar. Matematika alifbosi bu albatta raqamlar. Ya'ni matematikada raqamlar 10 ta. 0 dan nechigacha? 9 gacha bo'lgan raqamlar hisoblanadi. Barcha raqamlar yig'indisi bilib olaylik 45, ya'ni 0 qo'shuv 1 qo'shuv 2 qo'shilgan 3 4 5 6 7 8 va 9 larni bir-biriga qo'shsak 45 chiqadi. Demak, barcha raqamlar yig'indisini so'ralganda 45 deb hisoblab olamiz. Endi qaranglar. Sizlar bilan bitta narsani hisobga olamiz. Xo'p, misol uchun bizga bitta misol bersin. 1 2 3 4 5 6 va hokazo. Hop, 79 80 gacha bo'lgan sonlarni raqamlar yig'indisini hisoblashni so'rasin. Xo'p, buni qanday qilib topamiz? Qarab turinglar. Birinchi o'rinda bizga qilinadigan narsa bu. Mana shu usuldan foydalansanglar hech qachon adashmaysizlar. Ya'ni 1 dan boshlab bunday qilib yozib olasizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deysizlar. 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 va 19 qaranglar. Endi bu yog'iga 20 dan 29 gacha yozib olamiz. 30 dan 39 gacha yozib olamiz. 40 dan 49 gacha yozib olamiz. 50 dan 50 dan 59 gacha yozib olamiz. 50 dan 59 gacha yozib olamiz. 60 dan 69 gacha, 70 dan 79 gacha va makka nima bo'ladi? 80. Ko'pchilik bitta narsaga e'tibor bermaydi. Raqamlar yig'indisi deganda, misol uchun 12, 13 larni 10 lar xonasi deb hisoblanadi. Bunda ustun hisoblaymiz. Misol uchun 12 ni raqamlar yig'indisi 3 ga teng. Ya'ni mana bu ustun hisoblaymiz. Qaranglar. Mana bu ustunda e'tibor beradigan bo'lsak, 1 dan boshlab 9 gacha raqam turibdi. Ya'ni 1 dan boshlab 9 gachani qo'shishimiz necha bo'ladi? 45 ga teng bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bu ustunga hamma e'tibor bersin. Birinchi ustunga, ikkinchisiga qarayapmiz mana. Misol uchun mana bu ustunlardan boshlayapmiz mana. Ya'ni ikkinchi ustunda mana bu yerda hozir o'chib ketdi. Xo'sh, 10, 11 mana. Birinchi qatorida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta 1 bor. Ya'ni 10 ta 1 yig'indisi necha bo'ladi? 10. Ikkinchi ustunda 0 dan boshlab 9 gacha turibdi. Ya'ni bu nimaga teng? 45 ga. Bunga e'tibor beringlar. Bular ham endi 10 ta bo'ladi. Ya'ni 10 ta 2 miz 20. 0 dan 9 gachasi necha bo'ladi? 45. Endi 10 ta 3 miz bor bu qatorda. 10 ta 3 miz bu albatta 30 va undan keyingisi 45 ga teng. Qaranglar, endi 10 ta 4 miz bor bu 40. Undan keyingisi 40, yana 45. Chunki 0 dan 9 gacha degani bu barcha raqamlarimiz 45. Endi keyingisiga e'tibor beringlar mana. Necha bo'lyapti? 5 larimiz 10 ta bo'lgani uchun 50 bo'lyapti va keyingi ustunimiz yana 45 ga teng. Endi bundan keyingi ustunimizga e'tibor bersak, mana bu ustunga, ya'ni bu 60 mi? Ya'ni bu 60, narigisi necha bo'ladi? 45. Endi mana bu ustunga qaraydigan bo'lsak, yana 70. Bu berigisi necha? 45 ga teng bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu ustunga nima e'tibor berdik? Mana bu ham 45, mana bu ham 45. Buni yozdim. Ya'ni 70 qo'shilgan nima ekan? 45. Endi mana bu ustunga qarasak, bitta 8 da o'zi, demak, 80 raqamlar yig'indisi baribir nechiga teng? 8 ga teng. Endi shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta 45 imiz necha bo'ladi? 360 mi? 360. Endi 10, 20 bo'ldi, 30, men bilan 60, mana bu bilan 100, 150, 210, 288 ekan. Demak, 8, 14, 1 yo'qda 6. Demak, bu raqamlar yig'indisi nechiga teng ekan? 648 ga teng. Endi sizlar bilan sal boshqacharoq bo'lganini ishlaymiz. Hamma qarab tursin. Misol uchun o'rtaroqdan bersin. Misol uchun 23, 24, 25 va hokazo. Necha deylik? Misol uchun 81, 82 gacha. Raqamlar yig'indisini hisoblash so'rasin. Bunday tagiga chizib qo'yinglar, chunki yozganimizda qolib ketib qolmaslik kerak. Endi e'tibor beringlar. Doim 9 da to'xtatasiz, yoyib olasiz. Boshi bilan oxirini doim yoyasiz. Qarang. 23, 24, 25, 26, 27, 28 va 29. Keyin nima qilamiz? 30 dan 39 gacha keladi. 40 dan 49 gacha keladi. 50 dan 59 gacha keladi.
60dan 69 gacha keladi. 70 dan esa 79 gacha. Endi oxirini yoyamiz dedim. 80, 81 va 82 gacha yoyamiz. Qarang, ustun hisoblaymiz. Ikkili ustunga qaranglar. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta 2miz necha bo'ladi? 14 bo'ladi. Endi 1 dan 9 gachasi 45 edi. Eslanglar bo'lsa, 40 hozir 1 yo'q, 44 qoladi. 2 yo'q, demak necha bo'ladi? 42. Endi boshqa usulda hisoblaymiz. Qarang, mo qatorda 10 ta 3 bor, 30. Mana unda 10 ta 4 bor, 40. 10 ta 5 bor, 50. 10 ta 6 bor, 60. 10 ta 7 bor, 70. Demak, shular birinchi hisoblab olamiz. Xo'sh, 40 ga 60 bu 100. 30 ga 70 ham 100, demak 250 ekan nollilarimiz. Endi bitta qaranglar, bu 0 dan 9 gacha 45, bu ham 45, bu ham 45, bu ham 45, bu ham 45. Demak 1 2 3 4 5 ta 45 bo'lgani uchun 225. Demak bu qatorda 1 2 3 qaranglar. 3 ta 8imiz bu 24. 0 1 2 ni qo'ysak necha chiqadi? 3. Demak hisoblashni boshladik. Qaranglar. Xo'sh. 250 turib tursin. 24 ga 14. Bu necha? 38. 38 ga 42. 80. 250 ga 80. 330. Endi 330 chiqyapti-da. Bunga mana 2 ni 228 ni qo'shib qo'yamiz. 8 5 5. Demak bu raqamlar yig'indisi 558 ga teng. Xo'sh, endi bolalar ko'pchilikni o'ylantiradigan misoli bu 3 xonalikda. 3 xonalikda ustunlar soni 3 ta bo'lib qoladi. Misol uchun qaranglar. Biz yangicha misol olaylik. Xo'p, necha deylik? 86, 87, 88 va hokazo 144, 145 gachasini hisoblaylik. Demak, mana 2 xonalikdan 3 xonalikka o'tib ketyapti. Mana men nimaga chizib qo'yapman? 86 ni ikkita hisoblamaslik uchun chizib qo'yapman. Demak, boshladik. 86, 87, 88, 89. Bu yog'i 90 dan nimagacha? 99 gacha. Bundan keyingisi 100 dan 109 gacha keladi. E'tibor beringlar, ustunlar soni 3 to'p qoldi. Endi 110 dan 119 gacha keladi. 120 dan 129 gacha, 130 dan 139 gacha keladi. Oxirgi ustunda yoyamiz. 140, 141, 142, 143, 144 va 145 ga teng. Endi ustun hisoblashni boshlaylik. Qaranglar. Birinchi ustunda 8 lar 4 ta, o'shancha yig'indisi 32. Endi mana bularni bir-biriga qo'shamiz. Bu ikkovi 15, bu ikkovi 15. Demak, jami necha bo'lyapti? 30. Endi bag'iga qaranglar. Mo ustunda 90 bo'ladi. Mana bu 45 bo'lgani uchun 90 ga 45 ni qo'shib o'ramiz. 135. 3 tali ustunga e'tibor beramiz. Qaranglar, mo ustunda 10 ta 1 bor, bu 10. Mana bu ustunda 10 ta 0 bor, bu 0. Mana bu ustunda 45 bor. Demak, bu 10, bu 0, bu 45. Jami necha chiqyapti? 55 ga teng chiqyapti. Endi qaranglar. Bu ustunda 10 ta 1 bor, bu ustunda yana 10 ta 1 bor. 10 bo'lib 20. Ha, mana bu bilan esa 45. Jami necha chiqyapti? 65. Qaranglar. Mana bu ustunda 10 bor. Mana bu ustunda yana 10 ta 2 bo'lgani uchun 20 bor. Mana bu 45 bilan necha chiqyapti? Jami 75. Mana 10, bu 30, 40 bo'ldi. Endi mana 45 ni qo'ysak, albatta 85. Oxirgi ustunga qaranglar. 1 2 3 4 5 6 ta 1 bor birinchi ustunida. Demak 6. 6 ta 4 bor degani bu 24. 0 1 2 4 5 larni qo'ysak 15. Hisoblashni boshladik. Xo'p, hisoblayapmiz. Xo'sh. 135 ga 65imiz 200 bo'ladi. 200 bo'ladi. Xo'sh. Mana bu ekovi 30 bo'lgani uchun 230 bo'ladi. Bu ekovi 160, 230 ga 160imiz. Xo'sh, 390 bo'ladi. Xo'sh, 390. 300 mo ikkalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, bu 70, 390 ga 70, bu 460, 460 ga bu 30imiz. 490, 490 ga endi 32 ni qo'shib qo'yamiz. 490 ga nechini qo'shib qo'yamiz ekan? 32. Demak, javob 522 ekan. Raqamlar yig'indisi. Demak, xuddi shu bilan shunday qilib sizlar nima raqamlar yig'indisini topib olasizlar. Mana qo'shimcha ravishda yana bir dona 3 xonalikdan misol ishlab beraman. Xo'p, mana qaranglar. Necha bilan deylik. Misol uchun 124, 126, 127, 128 va hokazo 162, 163. E'tibor beringlar. 124 dan keyin 125 kelmayapti. Ya'ni qonuniyat 126 dan boshlayapti. O'shaning uchun mana shu yozish foydali-da. Mana 124,
125 yozamiz. 126, 127, 128 va 129. Bu yog'i endi 130 dan bolalar 139 gacha kelaveradi. 140 dan 149 gacha keladi. 150 dan 159 gacha. Endi 169 gacha yo'q. 161, 162, 162 mana 163 gacha. Hisoblashni boshladik. Birinchi ustunda birlar soni 1, 2, 3, 4, 5 da, demak 5. Xo'p, hisoblasak, mana ular bir-biriga qo'shib chiqamiz. Bu 2 va 10. Yo'q. To'xtanglar, ikkinchi ustun bor. Ikkinchi ustunda 5 da 2 bor, bu 10. Endi mana buni hisoblaymiz. Mana qaranglar, 4 ga 6 bu 10. 7 ga 8 15, 25, 25 ga 9 ni qo'shsak 30. To'g'ri. Endi qaranglar, bu yoq haragi usulda qarang. Mana bu 10 ta 1, 30, mana bu 10 ta 3, 40. Mana bu esa 45. 40 ga 45imiz necha chiqadi? 85. Mana shu usulda hisoblasalar oson bo'ladi. 10 ta 1 10, chunki 10 ta 1 bor. 10 ta 4 bu 40. Mana bu 45. Qo'shsak necha? 95 bo'ladi. Demak, buni qo'shsak, hozir buni qo'shsak 95 bo'ladi. Endi qaranglar, 10 ta 1 bor, 10 ta 5 bor, 60. Buni qo'shsa, demak 105 ekan. Endi bu yo'q, unaqa ketmaydi. 4 ta 1 bor, qaranglar. 4 ta 6 bor, bu 24. 1 dan 3 gachasini qo'shsak necha bo'ladi? 6 ga teng bo'ladi. Qaranglar, bu ikkalasi 95 ga 105, bu albatta 200. Xo'sh, bu ikkovi 30 bo'lgani uchun 230. Mana bu bilan 210 ni qo'shsak 240. 240 ga mana 39 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak 279 va bunga endi nechini qo'shib qo'yishimiz kerak? 85 ni qo'shib qo'yamiz bolalar. Mana 14, 1 yo'qda 15, 16. Demak, bu raqamlar yig'insa 364. Xuddi shunaqa tartibda bemalol sizlar hisoblab olishlaring mumkin bo'ladi.